Eng ko'p biziladigan va'da. Bu menimcha o'zimizga va'da berib, o'shani qilmaslik bo'lsa kerak. Chunki ba'zi paytlar har xil videodan yoki kuchli ma'lumotdan ta'sirlanib, ajnabiy tilda aytganda yoki ingliz tilida aytganda motivatsiya olib, siz bir ishni boshlaysiz. Masalan, kitob o'qish yoki erta turish, sport bilan shug'ullanish va hokazolar. Lekin bu narsa vaqtinchalik bo'ladi. Bu o'rinda insonga eng kerakli narsa bu intizom, ya'ni disiplina. Bir ishni o'zingizga maqsad qilasiz va doimiy u ishda harakat qilasiz. Motivatsiya bu bilasizmi nimaga o'xshaydi? Bu ma'lum bir muddat sizni davolaydigan doriga o'xshaydi. Lekin motivatsiyaga qaramlik bu juda ham yomon. Chunki bu yuqorida aytganimdek, motivatsiya sizni bir narsani boshlashga undashi mumkin, lekin davom ettirish uchun bu doimiylik va intizom juda ham muhim. Intizom insonga juda ham kerak. Chunki bitta maqsadga erishish uchun agar doimiy harakat bo'lmasa, yo yarim yo'lda qolib ketamiz, yoki maqsad chala qoladi. Intizomning foyda tomonlaridan bittasi motivatsiyaga qaramlikni oldini oladi. Va bitta ishni etib, ya'ni o'zingizga va'da berib, uni qilsangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchni ham oshiradi. Va eng zo'r tomoni, ya'ni menga yoqadigan tomoni, ertalab uyg'onganingizda bugun mana ish qilamanmi yo'q qilmaymanmi degan ortiqcha xayolga siz o'zingiz energiyangizni sarflamaysiz. Chunki siz ertalab turishingizdan oldin nima qilishingiz aniq va u ish to'g'riligiga ishonchingiz komil bo'ladi. Intizom haqida o'zimizdagi kitoblar yoki ma'lumotlar juda ham yetarli. Shundan kelib chiqib, men g'arb olimlari bu intizomga qanaqa ta'rif berishganiga qiziqib ko'rdim. Angela Duckworth degan odam, ya'ni psixolog bu odam, intizomga juda ham ajoyib ta'rif bergan ekan. Nima degan? Ya'ni intizomli bo'lgan odam talantli yoki IQsi baland bo'lgan odamdan agar intizomga doimiy rioya qilsa, 2 barobar tezroq muvaffaqiyatga erishishi mumkin ekan. Uni oddiyroq tilda tushuntiradigan bo'lsak, hammamiz yaxshi ko'radigan futbol o'yinidan oladigan bo'lsak, talantli o'yinchi yoki qobiliyatli bir o'yinchi agar intizomli bo'lmasa, unda muvaffaqiyatga erishishi intizomli bo'lgan o'yinchidan 2 barobar sekinroq bo'ladi degani. O'zi intizomli bo'lish menimcha yoshlikdan bo'lgani eng to'g'ri yo'l bo'lsa kerak. Chunki yoshlik degan, ya'ni yosh inson bu xuddi o'sib kelayotgan niholga o'xshaydi. Agar qaysidir shoxlarini to'g'irlab olsa, to'g'irlab intizomli bo'lib o'sadi. Lekin yosh katta bo'lgan inson balki ozgina qiynalishi mumkin, lekin harakat qilsa, albatta natijaga erishsa bo'ladi. Atrofimda intizomli bo'lgan insonlar juda ham ko'p. Men ham harakat qilaman, intizomli bo'lishga, har doim qiladigan ishlarimni tartiblashga. Buni o'rganayotganda sizlarga bitta life hack aytaman. O'zimga ham juda ham yordam bergan bu. Masalan, bu videoni ko'rib turgan yoki hozirgi atrofimizda bo'lib turgan odamlar hammasi yaxshi biladi, kitob o'qish. Kundalik kitob o'qish bu juda ham foydali. Dunyo qarashingizni oshiradi va hokazolar. Lekin kundalik kitob o'qib olmayotgan insonni miyasida o'ziga bahonalar bor. Ya'ni, men ishim bor, bir mas'uliyatim bor yoki bir narsa qilishim kerak degan fikrlar bor. Shunaqa insonga tavsiya bergan bo'lardim. Siz kechagi qilgan ishingizni bugun qog'ozga tushirib ko'ring. Yozib ko'ring kecha nimalar qilganingizni. Va siz qilgan ishlaringizni o'zingiz o'qib, ya'ni juda ham ko'pi kerak emas ishlar bo'lganligini tushunib yetasiz. Ongli ravishda tushunib yetsangiz, intizomli yo'lga qo'yishingiz rosa ham oson bo'ladi. Intizomga doimiy ravishda amal qilish bu o'sha ishni odat shakliga kirgizib qo'yadi. Ba'zi manbalarda ko'rdim, 21 kun bitta insonni bir narsani o'rganib, doimiy amal qilish, ya'ni intizomli yo'lga qo'yishga ketadi deb yozilgan ekan. Lekin o'zimiz, ya'ni sharqiy olimlar buni 40 kun deb aytishgan ekan. Qaysi ma'noda bir narsani siz boshlamoqchi bo'lsangiz, uni intizomli davom ettirib, o'zingizga odat tarziga olib kirishingiz uchun taxminan 40 kun vaqt ketadi. Bunga oddiy misol keltirsak bo'ladi. Ya'ni boya kitob o'qishni ham keltirsak bo'ladi. Siz bir videodan ilhomlanib, bo'ldi, ertadan boshlab kitob o'qiyman degan fikr bu ilhom orqali sizga keladi, ya'ni motivatsiya bu. Va siz balki 5 kun, agar juda ham rag'batli inson bo'lsangiz, balki 10 kun motivatsiya ta'sirida kitob o'qishingiz mumkin. Agar siz buni intizomga kiritib qo'ymasangiz, unda buni davom ettirish juda ham qiyin bo'ladi. Birinchi 10 kunlik bu menimcha eng qiyin 10 kunlik bo'lsa kerak intizom yo'lida. Chunki atrofimizdagi insonlarga qarasak, ba'zi inson sport bilan shug'ullanaman deb motivatsiya oladi va boshlaydi, 5 kun 10 kunda har xil bahonalar bilan uni tugatadi. Yoki dieta qilish. Dieta qilish ham aktualli mavzu. Bitta inson 4, 5, 6 kun dieta qiladi va keyingi kuni qarasangiz bir joyda burger yeb o'tirgan bo'ladi. Nima qilyapsan desiz, uni ong ostida o'ziga yarasha argumentlari bor. Ya'ni qonim to'ymay qoldi, o'shaning uchun burger yeyapman yoki 5-6 kun dieta qildim-ku degan o'ziga nisbatan uzrlari bor. Menimcha dieta masalasi o'zim haqimda bo'ldi.
O'zimizda xotira bo'lgandek, bizni tanamizda ham xotira bor. Bu tana xotirasi deb ataladi. Ya'ni bizni tanamiz yoki biz bitta ishni muntazam qilib yursak, tanamiz shunga o'rganadi va buni talab qilishni boshlaydi. Intizomga erishish bu o'sha yuqorida aytganimdek, o'zingizdagi iroda va xohishingiz bilan bemalol amalga oshirsa bo'ladigan ish. Sizda hozir intizomga erishish uchun ikkita to'siq bo'lishi mumkin. Sizning o'zingizning fikringiz va ong ostidagi fikringiz. Buni nimaligini tushuntirib beraman. Bitta A ismli inson masalan sigaret chekadi. Bir necha yildan beri chekib keladi. Uni o'zini fikri sigaret chekish noto'g'riligini tushunishi mumkin, lekin ong ostida bir necha yil chekkanligi uchun mana shu bir necha yillik fikrlar ong ostida joylashgan bo'ladi. Ya'ni o'zidagi fikrga ong ostida qarama-qarshi fikr paydo bo'ladi. Miyasida sigaret chekish noto'g'ri deb o'ylash mumkin, lekin ong ostida siqilyapman, siqilishni oldini oladi degan har xil absurd fikrlarni bildiradi. Bir inson sigaret chekish noto'g'riligini tushundi. U motivatsiya ham oldi va birinchi qadamni tashladi. Ya'ni o'zidagi xohish uni birinchi qadam tashlashga majbur qildi va chekmaslikni boshladi. Endi haligi inson 40 kun davomida, men balki undan sal ko'proq bo'lishi mumkin, lekin odatdan 40 kun. 40 kun davomida shu ishni chekmasdan, shu ishdan yuz o'girib kelsa, endi undagi fikr nafaqat fikr bo'lib, ya'ni 40 kunlik amaliyot bo'lib shakllanadi va shu 40 kunlik amaliyot uni ong ostiga, ya'ni ong ostida to'g'ri degan fikrga olib keladi. Ya'ni 40 kun chekmadi, unda 40 kun chekmaganlik tajribasi bor va 40 kun chekmaganlik tajribasi fikr bo'lib ong ostiga uriladi. Va inson ong ostida tushunadi, bo'ldi chekmasligim kerak va bu narsa xatoligini. Va shu oqibatida tashlab yuborish ehtimoli juda ham yuqori. Albatta uni muntazam xohishiga va irodasiga bog'liq. Yangi odatni shakllantirish bu 21 kunlik sprint emas. Ya'ni qisqa muddatli ish emas. Bu balki 40 kun. Undan ham ko'proq bo'lishi mumkin, jiddiy mehnat talab qiladi sizdan. Katta maqsadlar bu kichik qadamlardan boshlanishini hammamiz bilamiz. Kuniga 1 soat kitob o'qiyman deb o'zingizga qiyin bo'lgan ishni o'zingizga yuklab olmang. Chunki 1 soatdan 1 hafta o'qigandan ko'ra 11 dan doimiy o'qigan yaxshi. Intizom yo'lida doimiylik juda ham muhim. Lekin esingizda bo'lsin, agar bir kunni tasodifan o'tkazib yuborsangiz, bu degani hammasi tugadi degani emas. Ertasi kundan yana boshqatdan irodani yig'ish kerak va harakatni davom ettirish kerak. Agar hayotga qarasak, kitob o'qigan odam ham, kitob o'qimagan odam ham, sport bilan shug'ullangan yoki shug'ullanmagan, umumiy to'g'ri ishlarni qilgan yoki qilmagan insonlarning ham vaqti bir xil o'tyapti. Shundan kelib chiqib, balki o'zgarish kuni bugundir. Albatta o'zingiz oldingizga maqsad qo'ying. Shu o'rinda rahmatli shayximiz bitta gaplarni aytib ketmoqchiman. Inson o'ziga virt tanlayotganda ozgina yelkasiga og'irroq bo'lgan virt tanlasin deganlar. Agar bu gapni tushuntirib beradigan bo'lsam, masalan, kitob o'qishni maqsad qilmoqchi bo'lsangiz, motivatsiya orqasidan kuniga 1 soat o'qiyman, 1,5 soat o'qiyman degan so'zni yoki maqsadni qo'ymang. Undan ko'ra kuniga 20 minutdan o'qiyman deng va shu 20 minutni o'rganganingizdan keyin doimiy o'stirib boring. Ayni shu to'g'ri intizomli yo'li. Umid qilaman bu video sizga foydali bo'ldi. Yana qiziqarli kontent ustida ko'rishguncha.